bilet sotadi. Men sotganim yo'q, menda bo'lgan Basharam ko'rinmayaptimi? Assalomu alaykum qadrli bizni kuzatuvchilarimiz. Salomlashing kuzatuvchilarimiz. Salom. Sizlar. Gazeta.uz jurnalisti Nurulloh Sharipov basharasi ko'rinyaptimi aka? Anaqadan bilasizlar, Almaty haqidagi videodan bilasizlar. Gazeta.uz muxbiri Shohruh Haydarov va Kamina ismim esimga chiqib qoldi. Xullas bugun biz do'stlarimiz bilan katta sayohatga, Kichik Chimyon cho'qqisiga chiqishga qaror qildik. Hozir qayerdamiz? Salar bekatidamiz. Poyezdga o'tirib ketamiz. Keyin tog'ga piyoda chiqmoqchimiz. Video davomida buni guvohi bo'lishingiz mumkin. Like bosing, podpiska bosing, donat qiling, bilganingizni qiling. Davay. Yo'l qilamiz, donat qiling. Poyezdga kelib. Chinorkentga ketguvchi poyezd. Mana bu taqdirga tan berganlar o'tiribdi. Nurullohga turibdi. Taqdirga tan bergan. Chirchiqdan o'tamiz, Chirchiqdan. Hatta akalar karta solib ketyapti. Ming mashaqqatlar bilan Chinorkent bekatiga yetib keldik. Endi bu yerdan mashinaga o'tirib, Atinamayda Chimyonga boramiz hozir. Mashinaga o'tirib. Undan oldin esa biratlar hojatlarini chiqarmoqchi ekan. Men chiqarmayman. Ha, birat chiqarmas ekan. Videoda ko'rgan 3-odaminglar chiqaradi hozir. Uni afsuski videoga ola olmaymiz. Hatto Telegram kanalimga obuna bo'linglar, erta eksklyuziv kadrlar bo'lib qolishi mumkin. Yaratilgan sharoitlar orqali biz ketyapmiz. Yo'ldan mana shunday yo'l tunnelda o'tyapmiz, lekin men nazarimda hozir tunnelning oxirida shuni chiqasiz-ku. Juda go'zal manzara ochilsa kerak tunneldan chiqishingizga. To'g'rimi? Hozir deng siz ham. Salom nima sizda? Tunnel. Yurdik. Mashinaga qaytyapti. Biz hali yetib bormadik, lekin shuncha material bor o'sha video. Akalar biza men poyezdda keldik-da. Yo'lda bu betida. Endi mana shu poyezd bo'yicha bir itogoviy fikrlar bildirmoqchimiz. Birinchi chipta mavzusi. Xo'sh, Olaymi? gapirib bering. Chipta mavzusi. Temir yo'lda ishlaydik. Gapiring. Bayram kunlari va shanba dam olish kunlari sotilgan chipta poyezd ichidagi o'rindiqlar sonidan bir karrasiga ko'p. Ancha 3-4 karrasi ko'p, ancha. Bu poyezd eng qizig'i turib ketishga mo'ljallanmagan, ya'ni o'sha qo'l ushlab ketadigan joylari yo'q, sotaverishgan. So'ksam bo'ladi? Yo'q. Titillataman, mayli. Qo'qon sotaverishganda. Titillatmayman. Ya, boshqa ayting-da. 1 2 3. Shuni bir o'yladik. Tizim qilsachi, elektronniy sotib olib, masalan, joy sonidan mayli 10% oshirsin. Masalan, Afrosiyop bor-ku. Ha, masalan, Afrosiyopga o'xshab biletlarni elektron qilib, topa olmay qolib, biletlarni yursak bo'lardi-ku. Ha. Bo'ldi. Ya biz mana shunaqa Afrosiyopga qilib qo'ysachi, keyin biz bilet topa olmasligi mumkin. O'sha sekin
sotilib ketadi. Boshidan bir 2 oy, 3 oydan oldin olib olishadi deb o'yladik. Endi bu yog'i O'zbekistonchilik. Yo'l aka. Shoruga. Siz boshqa narsaga o'ting. Nima deydi? O'tirib ketganda fikr bildiring. Video ketyapti o'sha. cho'kkalab ketganda. Joyi bo'lsa, bemalol o'tirib ketaveringlar, hech kimsalar qaramaydi. Muhimi qulaylik. Shu. Toqqa charchab borgandan ko'ra o'tirib dam olib borgan yaxshi. To'xtamaydi. Biz qayerga ketyapmiz hozir? Короче, mana men bu poyezdda aytishim kerak bo'lgan asosiy narsa bor-da. Odamni vatan degan his bo'ladi odamda. Qaysidir voqeani ko'rganda, qaysidir narsani ko'rganda odam o'sha "Bilet vatanimdaman" deydi-ku. Shunaqa narsani ko'rdim. Haligi poyezd o'rtasida ikkita xotin joska urishib yotuvdi-da. Shunaqa gap talashyapti. Ko'rib, "Bilet men vatanimdaman" deyapman-da. Shu narsani plus desa bo'ladi. To есть o'sha bolaliklarimizdagi haligi urushadigan xotinlar yurar ekan bu poyezdlarda. Vagonni sotib olganmisan? Vagonni sotib olganmisan? Ha, men sotmaganman-ku deydi. Endi mashinaga o'tirib bochkadan mashina ketyapmiz. O'sha xot boshlanadigan joyga ketyapmiz. Yo'lchilar davom etinglar. Katta ehtimol bilan mana shu tog'ga chiqamiz. Mana bu Reyknur degan joydan peshdan beramiz. Hozir soat millarimiz 9:07 ni ko'rsatyapti. Sekin yo'lda mana bu kishi kichikchimiyon. Mana. Akalar dahshat kiyim olishgan, qo'llarida anolari bor, tayoqlari bor, boshqalari bor. Biz kelganmiz mana. Qo'limizda eng muhimi go'ja. Voy, go'jani ichini. Chiqishni boshladik. Hammamiz yo'qda. Chiqishni boshlagan yurdik. O'zi charchadik. Degan tabiat manzaralari arziydi chiqishga. Mana mujda qoldirilgan ekan keluvchilarga. Va biz amalga oshiramiz bu mujdani. Yopdik mana, video отчет. Ular qanaqadir boshqa treki bo'lsa kerak-da. To'g'ri bu yo'lmi? Bizda точно shu yoqqami aka? Bo'ldi, mana shunaqa yo'l o'zim. Tog' uchigacha shunaqa yo'l bo'lsa? Pastlikka. Tezmi qolsa qanaqa ko'rsatadi? O'zi bu qarorga nimaga kelganimiz haqida bir ikki og'iz gapiraylik. Sho'rubek. Bu qarorga Amirsoydagi Skycamp'dan keyin keldik. Albatta. Yugurdik Skycamp'da. Kayf qildik. Biz buni uddalaymiz, kelmagan ikkita sherigimiz bor, shuni isbotlash uchun. Albatta. Ota-bobolarimiz ham isbotlagan, biz ham isbotlaymiz. 700 metr yuribmiz. 700 metr yuribmiz, birga. Aka, Kilometr yurib ekan. Mana balandlik, mashqqa chiqamiz hozir. Ana, Spust tushish aka. yo'q, to'ng'iz yurib kelsa. Voy bilan. birinchi antispust. Kuchimiz yetadimi to'ng'izdagi? Yo'q. Вообще kuchli bo'ladi lekin ular. Ha, yetmaydi kuchimiz. Shu yerda yem bo'lib qolib ketamizmi? Albatta. Ana ular bilan Ozuq. kelsin bo'lmasa tezroq. Qaytib xabar beraman. Ozuqa zanjirini bir qismi bo'lamiz. Bilaman, krasovka emasmi? Men ham dahshat oyoq kiyimda chiqmoqchi edim. Yaxshi oxirgi minutda krasovka so'radim. Kelishyaptimi?
Ehtiyot bo'ling aka. Davron akani videolarini ko'raman-da, Tojaliyev. Odamlar bor-ku. Qani o'pes uchun edi. Ha, mana, ha. To'xtaychi qani? 102 qilib ko'rsating, sen 12 ekan. Biz o'sha yoqqa borishimiz kerak birinchi. Qani nima ko'rmayapman. Bo'lanchadir metr balandlikka chiqdik va orqamizga qaradik, orqamizda ham ajoyib so'kinmang, brat. Bitta kuchuk biz bilan. Kuchuk hali, qalay? Mana bu yerga ketamizmi? Siz ichamiz o'zimiz. Kelyapman. Dahshatli manzara ochildi, xullas, zo'r manzara ochildi orqamizda ham. Podyomdan chiqib sal tekis yo'ldamiz. Mana pastlik o'chlardan chiqib keldik. Boya videoni boshida ko'rgan odamlaringlar endi kelishyapti. Biz esa o'z yo'limizda davom etyapmiz. Mana shunaqa o'rmon zo'rda. To'xtadim, motivatsiya. Mana shunaqa panoram. Biz mana cho'qqiga chiqishda davom etyapmiz. Boyagi kuchuk qo'mayapti. Cho'qqini qaysidir bosqichiga chiqdik-da. Mana shu pastdan yurib chiqib keldik-da, endi bu tomondagi panorama ham ochildi. Xullas, dahshat. Hikingchi bo'lib ketamizmi deyman bunaqada. Yarmiga chiqib qo'ydik. Festival degan joy ekan. Yana shuncha ko'tarish kerak. To'g'risi bu qilig'imni ko'rsa, ayam yildirar meni. Dahshat ekan. Batdan yiqilsangiz, itda soat itda, ona haykal lolda chiqarishadi sizni. Yo'lda 75%ni qashda yurib bo'ldik. Nima? Gapiring. Dahshat. Shamol, havo. Havo sovib ketdi, qancha tepaga chiqqanmiz. Lekin ani suv emas, kayf. Kayf suv. Bu ikkita tit o'tgan, anaqa tit qo'yaman baribir erinmasam. Ikkita tit, bu ikkita tit Mirjalol bilan Abduqahhor. Bu manzara dahshatli ekan, do'stlar. Biz dahshat qiyaliklardan chiqib keldik. Juda krutoy podyomlardan va hozircha biz oldimizda mana bunaqa panorama ochildi. Haz. Tog'larni sevgandan keyin ularni ustiga chiqishdagi qiyinchiliklariga ham tayyor bo'lish kerak. Bu falsafa daqiqasi edi. Sizlar bilan Azmbek Xushnomatov. Biz tog'ning uchiga chiqishimizga oz qoldi. Hali ham oyoqdamiz. Va biz. Chiqib keldik. Keldik do'stlar. Boshimiz ustida. Boshimiz ustida qora bulutlar. Ammo biz bo'ronlarga tayyorgarlik ko'rmoq lozim. Azroil bildirmasdan kelgay do'stim. Wow, dahshat, 360 kamera, qaranglar. O'sha yerga chiqamiz hozir. 360. Hatta suv. Chorvoq suv ham bor. Qo'shiq ayting. Libo qo'shiq ayting.
jon bilato bandaman mehri ravshan dil bekin to banda mehri ravshan dil bekin to bandaman ko'rgali yuzing gulistonim o'zing birlato to qiyomat bandaman. Boshga siz aytganingizni qilib keyin qo'shiq ulaversa, Ha, zo'r bo'ladi, zo'r bo'ladi. Lekin Shohjahon strayk beradi. Ana yuraymi? Tarararan. Keldik o'rtoqlar. 2100 metr balandlikdamiz. Bu tomoni ham pastda tog'lar. Bu tomoni ham pastda tog'lar. Abet akalar. Akarachkadan o'rdaysiz o'rva. Akarachka bilan o'rdak go'shti. Furqat Turkaboyev. Qo'llayman. To'xtang. Ha. To'yda qoldi. Agar sizlar bu ikkita kimligiga juda qiziqayotgan bo'lsanglar, donat qilinglar, donat hisobiga oshkor qilamiz kimligini. Do'stlar, biz tepada bichani qildik va aylandik, rasm tushdik, boshqa qildik. Rasmlarni Instagramimizda ko'rishinglar mumkin. Instagram buyoqga. Biz uddalaydik. Lekin ana ko't ikkita uyda qoldi. Va biz sekin pastga qarab yo'l olyapmiz. Pov kadr ko'ringlar. Shunday gaplar do'stlar, sizlar like bosinglar, podpiska bosinglar, komment yozinglar. Masalan, sizlarni chiqqan eng baland nuqtanglar nech metr bo'lgan deb savoliga javob yozinglar mayli. Bu narsani tushunib yetdik. Chiqishni o'ziga yarasha qiyinchiligi bor ekan. Tushishni o'z qiyinchiligi bor ekan. Va agar mabodo solishtiradigan bo'lsak, tushish ancha qiyinroq ekan. Mana bunaqa yo'llarda. Har bir qadamingizni o'ylab bosishingiz kerak haligi. Qadamingni o'ylab bos degan narsa shu sizlarga tegishli ekan. No, manzara albatta kruta. Plus yo'lda tushish davomida tepaga chiqib ketayotgan bir rus kampirni ko'rdikda. 55 yildan beri chiqaman deydi. Birinchi paxotimga 55 yil bo'ldi deydi. Keyin rosa maslahatlar berdi tushishda, qanaqa tushish kerakligi bo'yicha. Keyin palka berdi qo'lga. Kichkina bo'lsa ham palka olinglar. Yordami tegadi shuni. Biz hozir ko'rib turgan mana shu tog'dan tushdik. To есть birinchi chiqdik, keyin tushdik. Endi safar qarayapti. Akalardan safar haqida fikr olamiz. Aka. Qashshi zo'r bo'ldi. Chiqish dahshat bo'ldi. Sen mana bunaqa trekda yurib ko'rmagan edim. Chiqqandan keyin Bo'stonli tumanida dahshat panoramasi. Bu yerda suv ombori, Sho'rg'a suv ombori, bu yoqda Qurama tog'lari, bu yoqda Gumchotqol tog'lari. Shuna bulut ichida yurdi. Tushayotganda tushish sal qiyin ekan. Anaqa kiyimlarni labdarasiga qilib tashlarkan. Qumli ekan. Qumli yo'li ko'p bo'lgan uchun. Tushgandan keyin o'zimizda hozir uyga borib, patrulga qarab, turjaga ko'rsatadigan kayfiyatda chiqdik. Shunaqa maza qildik. Chiqish qiyin, lekin tushishga qaraganda ancha oson bo'ldi.